Bugungi mashinamiz Nexia 2 mokriy asfalt. Tak 2015-yil ekan, Xorazmda turibdi ekan. Texnik soz, to'liq avtotransport vositasi umumiy texnik holati soz holatda, jami bitta notariusdan tomonidan taqiq solingan. Savdoga qatnashdan oldin kelib ko'rish tavsiya etiladi. 137 ming probeg, Shovot tumani sudidan ijroga chiqarilgan ekan. Xorazm Urganch shahri, Manguberdi mahallasi, Go'rlan ko'chasi 40-uyda turibdi ekan. Stenka. Tak holati yaxshi, mokriy asfalt, metallari bor, balonlari yaxshi. Savdo kuni 14 kundan keyin, yakunlanish vaqti 09-12-kun. Agar o'ynab berishimizni xohlasangiz, kanalimizga like bosib qo'yasiz va Telegram, WhatsApplardan yozib qo'yaverasiz. Bosamiz ekan.